eng yomon hali oshnangiz oldida kelib turib, odam hayotga bir marta keladi deydi-yu, bilasizlarmi? Ashi voqeadan keyin eng yer yuzida tasavvur qilishingiz mumkin bo'lgan yomon voqea sodir bo'ladi. Ashi gapdan keyin. Chunki hech qachon odam hayotga bir marta keladi. Davay kubi-rubi terishni o'rganamiz demaydi-da yoki davay crossword yechib ko'ramiz ham demaydi-da biz. Eng qizig'i ashi frazadan keyin bo'lgan hamma yomon voqealar, hali kaptarni orqasiga bang'illatib uchirib yuborish, hali mishiqqa bezin sepib guychoq tomga chiqarib yuborish, hammasi. Eng qizig'i u bola ham hali bola hali. Meni tortib qo'ying deyishni o'ylab topgan bola bo'ladi-yu. Kelib turib, odam hayotga bir marta keladi. Davay streshni yurib ko'ramiz deydi. Oy, qanaqa streshni? Inson sal odamga foydasi tegadigan ideyalar ham aytgan, o'lib ketasan streshni yurib. Siz bilaman oshni men uchun jon kuydirasan. Ko'zimni esimni turibdi mana shu men uchun urushganlaring deb. Sen uchun emas, seni deb urushganmiz u yerda, doktor. Men uni yaxshi ko'ryapti deb o'ylama o'zingni.